O'zini qadrini bilmaydigan, o'zini qiymatini bilmaydigan qizlar doim men birov uchun yaralganman, birovni hayotiga borib o'sha yerda faqat shu uchun yaralganman degan tushuncha bilan yashashadi. To'g'ri, bizlarning biologik funksiyamiz nasl qoldirish. To'g'ri, albatta har bitta ota-onani niyati ham, maqsadi ham chiroyli turmushga berib, ertaga o'sha qizi baxtli bo'lishini ko'rishidi. Lekin ko'p holatlarda qizlarni faqat oila uchun, faqat mana turmushga chiqib bola tug'ishi uchun tayyorlaganlarning hisobiga qizlarni o'stirishmaydi. Ma'naviy tomondan, psixologik tomondan umuman urg'u berishmaydi bu narsaga-da va inson o'sha qiz bola o'zi haqidagi tushunchasi bo'lmaydi. Ona ham qizini qanchalik qadrli ekanligini o'zi mana inson sifatida, shaxs sifatida qanchalik kerak va muhim ekanligini bildirmaydi ham, o'zi ham bilmaydi. Uni xuddiki mana missiya bor, farzand tug'dim, o'sha missiyamni tezroq kimgadir topshirsamda meni yuzim yorug' bo'lsin, mana men qizimni turmushga berdim degan bu stereotiplar aslida. Lekin Xudoga shukr, bugungi kunda bu stereotiplar o'zgaryapti. Nega? Chunki ko'p oilalarni hozir kuzatyapmiz, qiz bolani kichkinaligidan boshlab o'qitib, qiz bolaga chiroyli kasb berib, ertaga u o'zini hayotida mustaqil yashashni o'rgatayotgan oilalar juda ko'p bo'lyapti.